Assalomu alaykum. Siz bilan Diplomatic Digest. O'tib borayotgan hafta davomida mamlakatimiz tashqi siyosatda yuz bergan muhim voqealar, xalqaro muloqot va muzokaralar, ekspertlarning ushbu jarayonlarga munosabati, shuningdek, dolzarb yangiliklar haqida so'z yuritamiz. Mazkur haftada 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni nishonlandi. Bu sana milliy armiyamiz tashkil topgan kun. Qurolli kuchlarni rivojlantirish va mamlakatimiz mudofaa salohiyatini mustahkamlashda harbiy soha vakillarining xizmatlari yuksak e'tirofga loyiq. Shuningdek, ushbu haftada Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati yuzasidan video selektor yig'ilish ham o'tkazildi. Yig'ilishda mamlakatimiz tashqi siyosatni mustahkamlash va diplomatik vakolatxonalarning faoliyatini samarali tashkil etish masalalari hamda ikki va ko'p tomonlama siyosiy diplomatik aloqalarni kengaytirish, yangi O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birga xorijdagi elchixona va konsulxonalarda faoliyat yuritayotgan diplomatlarimizning xizmatlarini munosib e'tirof etish maqsadida O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan diplomat faxriy unvonini ta'sis etish taklif etildi. Ko'rsatuvimizni vazirlik faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov qator xorijiy davlatlarning mamlakatimizga tayinlangan yangi elchilarni qabul qildi. Jumladan Belgiya elchisi Erik Demayer, Italiya elchisi Guido de Sanctis hamda Falastin elchisi Vail Ahmed Battirxi bilan bo'lib o'tgan alohida uchrashuvlarda vazir ularning mamlakatimizdagi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Shuningdek, Qozog'iston elchisi Beybut Atamqulov bilan ham uchrashuv o'tkazilib, o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va umumiy manfaatlarga asoslangan strategik sheriklik hamda ittifoqchilik aloqalarini mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Vazir mazkur haftada shuningdek Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan, Pokiston tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoqdar, Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Jenbek Kulubayev hamda Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zosi tashqi ishlar vaziri Van I bilan telefon orqali muloqotlar o'tkazdi. Alohida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida mamlakatimizning ushbu davlatlar bilan kelgusidagi hamkorlik aloqalarini turli sohalarda yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov Tojikiston elchisi Nasriddin Ismatullo bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda davlatlar o'rtasidagi oliy darajada erishilgan kelishuvlarning ijrosi hamda ikki tomonlama kun tartibidagi dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev Latviya elchisi Gertes Yaunzems bilan uchrashdi. Suhbat chog'ida hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, shuningdek Afg'oniston kontekstida savdo-iqtisodiy, transport, logistika hamda madaniy-gumanitar hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Munira Aminova Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi rahbari Esen Ajar Ergen bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida O'zbekiston Turkiya hamkorligining joriy holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Joriy haftada Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz boshchiligida o'tkazilgan qator tadbir va uchrashuvlar O'zbekistonning xalqaro imijini mustahkamlash va amaliy hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Yangilangan munosabatlar, o'zaro manfaatli kelishuvlar va do'stona aloqalar izchil rivojlanmoqda. Shu bilan birga xorijdagi yurtdoshlarimiz bilan doimiy muloqot, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish tashqi siyosatimizning muhim yo'nalishidir. Qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish ishlari doimiy davom etmoqda. Mazkur sonda yurtimizning xorijdagi elchixona va konsulxonalaridan xabarlar taqdim etamiz. 11-yanvar kuni Tailandning Phuket oroli yaqinida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan sayyohlik kateri halokatga uchradi. 3 nafar fuqarodan 2 nafari yengil jarohat olib, ularga shifoxonada davo choralari ko'rildi. Bunda mamlakatimizning Bangkokdagi bosh konsulxonasi tomonidan zarur konsullik yordami ko'rsatilib, vaziyat nazoratga olindi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni.
Bu tadbir nafaqat yurtimizda, balki xorijdagi elchixonalarimiz tomonidan ham keng nishonlandi. Jumladan, mamlakatimizning Moskvadagi elchixonasida O'zbekiston Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri o'tkazildi. Unda diplomatlarimiz tomonidan milliy armiyamizning salohiyati, sohada amalga oshirilgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shuningdek, Turkmanistondagi elchixonamiz ham ushbu bayram munosabati bilan tadbirlar o'tkazdi. Unda mamlakat mudofaa, milliy xavfsizlik va tashqi ishlar vazirliklari hamda diplomatik korpus vakillari ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zbekiston Qurolli Kuchlarining salohiyati hamda ikki davlat o'rtasida harbiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati alohida urg'ulandi. Mamlakatimizning Turkiyadagi elchixonasida ushbu davlatda mehnat faoliyatini olib borayotgan vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Unda O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumot berildi hamda vatandoshlar bilan hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekistonning Polshadagi diplomatlari ushbu davlatning Podkarpat viloyatida faoliyat yurituvchi qator kompaniya rahbarlari bilan davra suhbati o'tkazdi va ustuvor sohalarda o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishdi. O'zbekiston Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi va O'zcharim sanoat uyushmasi delegatsiyasi Xitoyning Guandun, Fujian va Chzetsian provinsiyalariga tashrif buyurdi. Mamlakatimizning Guanjoudagi bosh konsulxonasi ko'magida tashkil etilgan qator uchrashuvlarda to'qimachilik va charim sanoati yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish, yangi istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatimizning Tel Avivdagi elchixonasida yurtimiz sayyohlik salohiyati va turizm sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollariga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Qohirada bo'lib o'tgan Pakistan International School Cairo tomonidan tashkil etilgan 44-xalqaro tadbirda O'zbekiston vakillari ilk bor ishtirok etdi va mamlakatimizning turizm salohiyati, madaniy merosi hamda yangi O'zbekiston konsepsiyasiga oid ma'lumotlarni tashrif buyuruvchilarga taqdim etishdi. Germaniyaning Frankfurt Main shahrida to'qimachilik sohasidagi nufuzli Heim Textile 2026 xalqaro ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Unda mamlakatimiz delegatsiyasi Made in Uzbekistan brendi ostida ishtirok etmoqda. Chexiyadagi O'zbekiston elchixonasi diplomatlari Chexiya chet el politsiyasi hujjatlarni tekshirish milliy markazi rahbari bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda migratsiya jarayonlari, hujjatlarni tekshirish amaliyoti va Chexiyadagi O'zbekiston fuqarolarining huquq hamda manfaatlarini himoya qilish masalalari muhokama qilinib, hamkorlikni kengaytirishga erishildi. Mamlakatimizning Bakudagi elchixonasi hamda O'zbekistonning Ozarbayjondagi madaniyat elchisi Gunay Efendiyeva tashabbusi bilan Ipak yo'lida do'stlik xalqaro onlayn ko'rgazmasi tashkil etildi. Siyosatshunoslar, diplomatlar, xorijiy ekspertlar hamda nufuzli xalqaro tashkilotlar mamlakatimizning ochiqlikka asoslangan siyosati, barqaror taraqqiyot va mintaqaviy hamkorlikka qaratilgan qadamlarini aniq, maqsadli va o'z vaqtida ilgari surilgan tashabbuslar sifatida baholamoqda. Xalqaro hamjamiyat e'tirof etmoqda. O'zbekiston o'z taraqqiyotida yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayonlar jahon hamjamiyati tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda va qo'llab-quvvatlanmoqda. Ularning fikrlariga to'xtalamiz. O'zbekistonga tashrif chog'ida mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar va O'zbekiston 2030 strategiyasining natijalari menda katta taassurot qoldirdi. O'zbekistonning barqaror taraqqiyot yo'li va islohotlari Xitoy rivojlanish konsepsiyalari bilan uyg'un ekaniga shaxsan ishonch hosil qildim. Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik infratuzilmasi raqamli iqtisodiyot va gumanitar sohalarda yanada chuqurlashib, ikki xalq farovonligiga xizmat qilishiga ishonch bildiramiz. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda olib borilayotgan siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mintaqaviy tashabbuslarga oid bir qator maqolalar muntazam ravishda e'lon qilinib kelinmoqda. Bu haqda qisqacha muxbirimiz xabar qiladi. Belgiyaning EU Report elektron nashrida hamda Pokistonning The World News, News Network Pakistan, The Diplomatic Insight, Daily Independent va Global News Pakistan kabi yetakchi nashrlarida yangilanuvchi O'zbekiston 2030 strategiyasiga bag'ishlangan maqolalar e'lon qilindi.
Buyuk Britaniyaning The Telegraph, Germaniyaning Süddeutsche Zeitung hamda Iordaniyaning Menafin nashrlarida O'zbekistonning tarixiy shaharlari, jumladan Xiva shahri, turizm salohiyati va sohani rivojlantirish strategiyasiga bag'ishlangan maqolalar e'lon qilindi. Saudiya Arabistonining Al-Bawaba hamda Pokistonning The World News nashrlarida O'zbekistonning faol tashqi siyosati va mamlakat hayotining turli jabhalaridagi yangilanish jarayonlari yoritildi. Hindistonning Textile Insights ixtisoslashgan nashrida O'zbekiston to'qimachilik tarmog'idagi keng ko'lamli islohotlar va transformatsiya jarayonlariga bag'ishlangan tahliliy materiallar chop etildi. Germaniyaning Hauptstadt Techo nashrida O'zbekiston yetakchisining parlament va xalqqa murojaatnomasiga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Turkiyaning TRT Avaz portali O'zbekiston qurolli kuchlarining 34 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan harbiy parad haqida maqola chop etdi. Janubiy Koreyaning Global Korea Post gazetasida 2025-yil 4-choragi uchun O'zbekiston bank sektori reytingi yoritildi. Belgiyaning Travel Tomorrow nashrida 2026-yildan amerikaliklar uchun O'zbekistonga vizasiz sayohat qilish imkoniyati haqida maqola e'lon qilindi. Shu bilan birga odatdagidek qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston va boshqa davlatlar ommaviy axborot vositalarida O'zbekistondagi keng ko'lamli o'zgarishlar faol tarzda yoritib borildi. Mamlakatimiz xalqaro reytinglarda turli yo'nalishlar bo'yicha muntazam ravishda yuqori ko'rsatkichlarga erishmoqda. Ushbu haftada O'zbekiston pasportining nufuzi yanada ortib, 2026-yilgi hisobotda egallagan o'rni haqidagi xabar xususida keyingi lavhamizda qisqacha. O'zbekiston pasporti Henley & Partners'ning 2026-yilgi jahon reytingida 75-o'rinni egalladi. Unga ko'ra mamlakatimiz fuqarolari 61 ta davlatga vizasiz yoki kelganda viza olish orqali sayohat qilish imkoniga ega. Mamlakat avvalgi yillardagi 82-o'rindan ko'tarilib, Qirg'iziston bilan bir xil o'rinni qayd etdi. Markaziy Osiyoda Qozog'iston 61-o'rin, Tojikiston 81-o'rin, Turkmaniston esa 87-o'rinni egalladi. Siz O'zbekistonning tashqi siyosat va xalqaro jarayonlariga oid xabarlar bilan tanishdingiz. Oldinda yangi voqealar, muhim tashriflar va qizg'in muhokamalar kutmoqda. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yaxshi yangiliklar bilan ko'rishguncha